Assalomu xonimlar va janoblar, bugun yana vrach sifatida Tianchi korporatsiyasining mahsulotlaridan bemorlardan ajoyib lol qolarli natijalar ko'rganligimni sizlarga ham men bo'lishmoqchiman. Mana bizning korporatsiyada birinchi marta shu Tianchi korporatsiyasida men ko'rdimki, miyani hujayra darajasida tozaladigan miya kalsiysi bor ekan. Bu miya kalsiysi mana o'zingizlar ko'rsatib turibman. Amerika Qo'shma Shtatlarining Ogayo shtatida Cleveland degan universitet butun batlarni hammasiga baho beradigan joy hisoblanadi. Ana shu yerda mana shuni yaqinroq ko'rsating. Mana shu yerda mana olgan medalimizni belgisi turibdi. Shu belgini ko'rdinglarmi? Demak, bu super natija beradigan mahsulot deb hisoblanglar. Bemorlarimiz ichida Alzheimer kasalliklari butun dunyoda tuzalmasligi aniq. Lekin mana shularni programmaga qo'shganimizdan keyin o'sha Alzheimer kasalligini tuzalib ketishligi meni yana kuchliroq ishlashimga sababchi bo'lib qoldi. Endi buni sizlarga natijani qanaqa qilib ko'rsatamiz? Yana shu miya hujayrasi mana, top-toza edi chaqaloq paytda. Guruch bu. Oppoqqina guruch mana. Shu guruchni men nima qildim? Suvga soldim. Suvga soldim. Mana suvning ichida oppoqqina bo'lib turibdi. Endi buni aptekada sotiladigan eng zaharli 5% yodimiz bor. Qo'lga tegsa bir hafta ketmaydi, kiyimlarda umuman ketmaydi. Shularni men ifloslantirib ko'raman. Mana 5 tomchi anu qilib soldimda, bu guruchni men nima qilyapman? Ifloslantiryapman. Qorayarmikan, yo'qmikan ko'raylikchi. Haqiqatan yod guruchlarimizni qoraytirar ekan. Chunki buni sekin astalik bilan aylantirib turadigan bo'lsam, kerak bo'lsa men yana bitta tomchisini sovoraman, ikkita tomchi bor ana. Yana ham qoraysin. Shu miya kalsiyini shu guruchni oqartirish xususiyati bor desa, keyin birovlarga aytishga oson bo'ladi. Biz tajribada shuni ko'rsatib sizlarga. Mana shunchalar qoraytirib tashladiki, endi mana shu flakonni ochib, ichidan 30 dona bo'ladi, ichida o'zi bejovoy rangda. Shuni o'zi 3 tasini solish kerak, lekin men shuni ochib ichini shu idishimga bittasini solaman. Mana bittasini soldim. Ana endi buni nima qilaman? Oqararmikan, shuni tozalarlarmikan, qanaqa qilib bu Alzheimer kasalliklari tuzaldi desak, haligi miyani orasidagi bo'lgan zigzaglari bor, izvilini deyiladi. Ana o'shatlarga butun organizmdagi zaharlar, qonimizdagi bo'lgan zaharlar o'shatga ham o'tib, shu kasallik keltirib chiqargan sabablar juda ham ko'p. Alzheimer kasalligini, nafaqat Alzheimer kasalligida esdan chiqib ketish holati. Oshxonaga boradi, 50 yoshdan 60 yoshdan ochgan ayollar, erkaklar nimaga kuxnyaga keldim deb hayratda ular. Nimaga meni esdan chiqib ketadi hakim opa deb so'rashyapti. Demak, miyalarida o'zgarish bo'lgandan keyin men hozir aytib o'tdim, nafaqat Alzheimer kasalligi va boshqa bosh og'riqlari, MRT yaxshi chiqadi, bosh og'riq to'xtamaydi. Davleniyasi normal, bosh og'riq to'xtamaydi. Ana shularni biz tajriba qilib, hayratlarga tushib, lol qolib butun O'zbekistonimiz xalqini shu dorilardan tuzatmoqchimiz. To'xtamasdan bolnitsalarda, reanimatsiyalarga tushishda oldini olish uchun biz harakat qilyapmiz. Mana sekin asta mana bu guruchimizning rangi уже mana o'zgarmoqchi bo'lib turibdi mana. Birpas turadigan bo'lsa, bu albatta katta natijani beradi. Agar mana shu narsani tajribada qilib ko'rsanglar, ishonch yaxshiroq paydo bo'ladi degan maqsadda bu videoni taklif qildik. Savollar bo'lsa, lichkamga chiqinglar. Savollarga albatta javobga men tayyorlanaman. Agar yo'q bizga yordam kerak, qani yana nima xususiyati bor buni? Yana qaysi kasallarni yo'q qila oladi deydigan bo'lsa, biza tekin darslarimiz bor, albatta tashkil qilib 3 ta yig'ilasizlarni, 2 ta yig'ilasizlarni uylarga borib hatto tushuntirib beramiz. Mana oppoqqina guruchga aylandi. Meni eshitganingiz uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.